alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Sizlar bilan yana biz Andijon viloyati Jahon mebel bozoridan video obzorimizni boshlaymiz. Xudo xolasa, Jahon mebel kanalidan chiqdim deydigan bo'lsalar, usta akamiz yo'lda qilib beradi. Usta aka bo'lsa boshlardik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Tuzingsiz? Buni stroyga 30 razmeri bo'yi 2,5 metr. Buni 5,5 million kam bo'ldi. 4,800 dan qilib berasizlar. 5,5 million kam bo'ldi. Buni haytek tasavvur 330 ming razmeri. 30 razmeri bo'yi 2,45. Biri 30 ga 2,45 dedingizmi? Yo'q, 330. Ha, 330 ga bo'yi 2,45. Haytek tasavvurda 6 million kam bor. 6 million kam bor deb, hali ustaga nima desam bo'ladi? Kanalimiz yangi, rivojlanish uchun sal narxini ham ustalar bilan gaplashib arzonroq qo'yaylik deyapmiz. 4 million 700 ming so'mga qilib berasizlar demak. Taqvo mebeldan chiqdim deydigan bo'lsa. Bizning kanal nomidan chiqadigan bo'lsa, bu go'rkamiz 280 razmerimiz 3 metr joylarga tushadi. Bo'yi 2,45. 2,45. Buni 3 million 700 mingga qilib beramiz. 3 million 700 ming so'mga qilib berasizlar. Hozirgi Rozan kunida aksiya ketyapti. Aksiya narxlari. Bundan troyka. Bunimiz 3,5 razmerda. 3,5 razmer. Bu 2,5 metr. İçlarini ham ochib bir ko'rsatib qo'ysak. İçlarini ham mana keyingina osha-oshalari vakuumli. Vakuumli o'zi tortib olaveradi. O'zi tortadi. 4 million 800 ming so'm. 4 million 800 ming so'm. Ko'rishlar mumkinmi? Xo'p, keyingi ishimizga o'tadigan bo'lsak, penal, Osha-oshalari vakuumli. 4 ustunlik. 3,5 razmerda. 3,5 razmer. Narx qancha usta aka buni? 5 million qilib beramiz. 5 million so'm qilib berasiz. Xo'p, narxlarni hozir aytib o'tdi. Xudo xolasa bizning kanal nomidan chiqadigan bo'lsanglar, yana yo'lda qilib beradi. Qisqa qilib tanishtirib o'tdi. Endi qolgan ma'lumotlarni nomerini yozib qoldiramiz pastga. Bemalol aloqaga chiqsanglar, hamma ma'lumotlarni tushuntirib o'tadi. Xo'p. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Rahmat.